Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, assalomu alaykum. Bizni kuzatib borayotgan YouTube tomoshabinlar, obunachilarimiz, haftaning kuniga juma, ro'za Ramazonda ilk juma kuni hammalarga sog'lik salomatlik tilab qolamiz. Juma muborak bo'lsin. Allohim ishlarga rivoj bersin. Tutgan ro'zalarni Allohim o'z dargohida qabul aylasin obunachilarimiz. Obunachilarimiz $1 12.919 so'mni ko'rsatyapti. 1 rublimiz 145 so'mni ko'rsatyapti. Qo'ldan kelgancha obzor qilamiz, ichkariga kirib, metrlarigacha, bo'largacha olib. Video davomida like bosib, obuna bo'lib, kommentariya qoldirishga esdan chiqmasin. Obunachilarimiz kimda-kimning uyida sotilmagan hayvonlar bo'lsa, mashinalaringiz bo'lsa, yer uchastka, dom, boshqa narsalar bo'lsa reklama qilib beramiz. Chegirma qivordik, arzon narxlarda reklamalarni qilib beramiz obunachilar sizlar uchun. Ro'za Ramazonda keyinchalik ham arzon qilib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Shu ekrandagi nomerlarga telefon qilib aloqa chiqarasizlar, kelishamiz narxini. Obunachilarimiz, mana qaranglar odam. Soat millarimiz 6dan 55 minut. Bozor ajidan Jalaquduqqa keldik. Mana nihoyat, mana Yorqishloqda qo'ldan chiqardik dedi-yu. Yorqishloqqa borolmadik, Dardoq Sultonobodga ham bormoqchi edik. Qodirovda 2 dan ko'rib qo'yarasizlar endi bu yog'ini. Mana yerda qo'ylarimizga 12 million kam bor deyapti, yana bola qo'ylarimiz. O'zi ham o'ta semiz qo'y. O'ta semiz qo'ylar, mana qaranglar. Bolalar ikkosi ham qo'chqar ekan. 8 ga bermayapti, 8 ga. Kami bor. 12 million to'g'ri demayapman. Mayli olishini aytadi, qiynaladi. 8 ga bermayapti. Siz bilan biz uku mana bo'lib qolmaydi. Obunachilarimiz biz davom etamiz. Mashqozlardan so'raylikcha, rosa so'rayotganlar ko'p. Mana gaplashamiz akalar. Nech puldan bo'lib ketdi bu qo'zlarimiz? Erkak. To'roq ham qo'chqar ekan. 5 ta ekan bu yerda, mana yoshlar. Nech puldan bo'lib ketdi, og'a? Har xil bo'lyapti. Endi o'zi aytingda narxi. Akasi ham yaxshi rasm bo'ladi. Bor, qo'ydilar. 122 dan 21 dan qildi. 2200 dan 2100 dan qilishyapti obunachilar. Ko'rasizlar. Hoji tog'alar urush ketadi dedi. Hozir aylanib kelamiz. Ana hozirgi tog'ani ular asabashi tez ekan, urush ketadi, so'kib boraman dedi. Baraka bo'ldimi akalar? 9 million 200 ga shuni olib olibdi, baraka bo'ldi. Uncha bu bozorda qimmatlab tashladilar. O'nqarlar, mana shu bo'yi bilan ekan. Mana shu mashinga o'lchaylik, mana tayda turibman tayda, mana qaranglar. $1.05. Bir ekan obunachilar bo'yi. Hozir aka 1 metr bo'yi bilan 9 million 200 ga bo'pti baraka. O'zimiz akam. O'zicha mashin bo'yi bilan mana bilan ekan-a pastda. Bunday qilaverishim mana edi. 15 mi? 11, 1.11 ekan. 1.11 ekan obunachilar bo'yi. Ko'rasizlar. Примерно 1.15 ham bo'lishi mumkin-da, mana mashin bilan turibdi. Mana mayeri bilan teng turibdi. 1.11 ekan buni bo'yi. Bu baraka bo'ptimi bu? Savdo bo'lyaptimi-kan? Bizimchaki tartiblash. Qancha so'rashyapti-kan bunga? Emas bu. Bilmayman keligini. Qancha so'rayapsiz akalar? Men mol so'rayman. 15 ga 15 millionga bermayapti obunachilar. Ammo buqa sifati ham yaxshi ekan uni, cho'tka. 15 millionga 1.11 bo'y bilan obunachilarimiz. Shvet novosimiz obunachilarimiz. Qancha deyapsiz aka buni? 15 deyapsiz. Qancha bermayapsiz? 13 million. 15 million kam bor ekan, 13 millionga bermayapti ekan. Bu 7 bo'y bilan ekan pastda obunachilar. Bo'ladi. Shvet novosimiz 15 million so'm kam bor ekan, 13 ga bermayapti mana. Jalaquduq hayvon bozorida. Bozor ajida, mana ko'rasizlar. 1.7 bo'y bilan pastda 4 sm, 4 mm kamiga. Buni Abuni 17
beryapman. 17 nimcha qimmat aka sizdan ovoz. Ha, men ana shu yerda shu 17 million. Seriozmi aka? 17 million kam bor deyapsiz. 15 kam bor. 15 kam bor. Qanchaga bermadingiz? Hozir 11,5 beryapti bu. 15 million so'm kam bor ekan, 11,5 ga bermayapti ekan. Bo'y 1.13. 1.13. Noto'g'ri hisoblayapti. 1.13, 1.12 bo'lsa kerak. Shuni bilan hisoblab qo'ydimmi men? Ha, shuni ham asosda turibdi. Ha, 1.12 ekan obunachilar. 1.12 ekan. Sal bo'y bor ekan. 11,5 millionga bermayapti ekan ovosim bilan. Qo'shilsa beraveradi, xudo xolisa. Ammo qorini ham bor ekan, sifati ham yaxshi ekan. Mana qorasiga 12,5 beryapti ekan. 14 million kam bor ekan, 12,5 berishyapti ekan, bermayapti ekan. Narigi Shvedda obzor qilib o'tib ketdik obunachilar. Bo'yini o'lchab qo'yaylikmi? Qiziqqanlar bor-da endi. 1.3 bo'y bilan. Plus minus 1.3 jicha qochib oldi, 1.3 bo'y bilan ekan obunachilar. Va nima bo'ldi? Baraka bo'ldimi? Aylantiryapti ekan. Aylantiryapti ekan. Mana katta novvoslar ham chiqib qopti. Yerda kelsak bo'lar ekan deydi. Agana katta novvoslar bormi? Assalomu alaykum. Nech puldan kam bor ekan bular? 32 dan. Mana bilan nargislar ikkovi. 32 million so'mdan kam bor ekan novvoslar. Qanchadan qilyapti bilmayapti. 27, 28 so'rayapti. 27-28 dan so'rayapti ekan obunachilar, bermayapti ekan. 56 mingdan живой весga so'rayapti ekan. Xullas 32 million so'mdan kam bor ekan. Novvos. Ammo chotki baxib qo'ydi. Kengligi ham dahshat. Mana qaranglar novvoslar. Bo'yini o'lchaylikmi? Semizligi bilinyaptimi? Bir 30 ekan obunachilar bo'yi. 32 million so'm kam bor ekan, 1.30 bo'y bilan. Narigini ham bo'yi bir xil ekan. Ammo semizroq ekan, baquvvatroq ekan. Mana o'rtadagi kichkina novoz qaranglar. Buni ham bo'yi shunaqa ekan. 1.30 ekan, 1.30 chiqyapti aka. Bir xil ekan bo'yi pashti. 32 million so'mdan kam bor ekan. Xo'p, obunachilarimiz. Bu mana novvos vashcha ajoyib bo'kirab mo'raydi ekan. Deyapti-yu. Ovozi ham ingichka ekan. Aka jupiga nech pul so'rashyapti? Jupiga 25 so'ra. 25. Jupiga 25 so'rayapti ekan. Bo'yi pashti bir xil ekan obunachilar. Novvoslarimiz. O'ta chiroyli narxlarda, semizgina ekan, naqovatgina. Bo'yiga kelsak, bo'yini o'lchab olamizmi-kin? Mashina bo'yini o'lchashimiz mumkin-ku. O qiyin o. Ha? 1.15. 25 million so'm kam bor ekan, 1.10 bo'yi bilan obunachilar. Buni o'lchadi 1.10 ekan bo'yi. Buncha pastroq ekan. Xullas 1.10 dan, примерно 25 million so'm kam bor ekan. Ammo bozor avjida obunachilarimiz. Tiniq bozor bo'lyapti. Laklarda hammiz gumbillatamiz. Ha, toyimiz chiqdi. Assalomu alaykum. Qancha qilishdi aka bermadingiz? Ayg'irmasa bu biya ekan-a? Biya ha. Biya otimiz ekan obunachilar. Yosh toylar ekan. 14 ga bermaysiz? 14 millionga bermayapti akamiz. Necha yashar bu? Oylikmi? 1 yashar toyimiz ekan. Uz qaramasmi bu? Uz qaramasa bu? Yosh ot ekan obunachilar. Aytoring nomerda. 93li. Aha. 139 95 88. Akamizga aloqaga chiqarasizlar. Jalaqulda birinchi marta to'yni otni ko'rishim mana. Shuncha bozor yurib, ot narxlarini, to'y narxlarini bilmagandik, mana bilib oldik. 14 million so'm kam bor ekan. 14 million so'm qilishyapti ekan, bermayapti ekan. Qo'shilsa beraverar ekan. Bu otimiz biya, 1 yashardi ekan. Shu nomerlarga aloqaga chiqarasizlar. Qatorasiga 3 ta novvosmi? Xunajinmi? Xunajin ekan bular. Uchosini ham bo'yi bir xil ekan. Qarashini qaranglar, go'rayib. Xunajin ajoyib ekan.
qo'rqib ketadi-yu bu. Naq hurkiydigan xunajin ekan. O tog'a bunga qanchaga berishyapti? 1 so'm ham so'ragan yo'q. Endi o'zi necha pul deyapsiz? Aytmayapman. Aytmaysizmi? Savdo kelsa aytaman. Aytavering, men xaridorman. Tog'amiz hali xaridor kelmadi dedi. Aytmayman dedi. Assalomu alaykum aka. Qancha qilishdi aka buni? Ko'rib qo'ying. Svet xunajinimiz eng yosh ekan. Endi 7 million 200 7,5 7 million 200 qilishyapti ekan, bermayapti ekan. Bo'yi ham bordir bir 95 yo bir 95 rovna hisoblab qo'yibmiz u. 7,5 7 million 200 qilishyapti ekan, bermayapti. O'zi necha millionga bor qadasin aka? 8 ga beramiz. 8 millionga beraverar ekan. Toza shvet deyapti aka. Necha oylik endi bu? 3 oy. 3 oylik. 3 oylik shvetimiz ekan, obunachilar. Bu xunajin shvetimiz, obunachilar. Bu yerlar ular ham xunajin ekan. Uni shu uchtasini pashti mana hozir to'g'ri narxini aytsa, nariga ham to'g'ri kelib chiqadi. Bu ham qochadi shekilli bu. 10 milliondan kam bor dedingizmi? 10 milliondan qilishyaptimi? Ha, 10 million so'mdan qilishyapti, 20 millionga bermadi. Qaranglar, bunday bo'ynimda qilib o'lchaymiz endi. Bir 14 bo'y bilan obunachilar 10 million so'mdan qilyapti ekan, bermayapti ekan, qo'shilsa beraverar ekan. Primerdan narigini ham 10 qilyapti ekan, uni tog'amni 3-chi. Ular qo'shilsa beraverar ekan. Shu narxlar ustiga. Sifati ham bor ekan, yaxshi ekan. O'ynoqqidan olsa ekan, o'ma, 10 qaranglar. Joyida turmaydi ekan. Nech pul deydi ekan endi buni? Bitta joyda tura olmayapti. 10 qaranglar. $22 baho bermayapsizmi? Aytyapsizmi? So'rayapti, 22 so'm. Ha. Ozgina kam bor deyapti. 22 million so'm ozgina kam bor ekan, mana baho so'rashyapti ekan. Qorong'ida qorong'i bo'lib ketadi-da. Bo'yni o'lchaylik. Buru 23 bilan obunachilar bo'yi. Novosimiz. Mana novoslar. To'rttasi birdami? Olindimi yo sotilyaptimi aka? Hali sog'lik yaxshi. Nech puldan bo'lib ketdi bular? 17 dan. Nech puldan qilishdi bermaysizlar? 17 milliondan kam bor ekan, 15 milliondan berar ekan obunachilar. Mana 3 osi bo'yi bir xil ekan, ko'raylikchi. Ko'rmayman endi. Nima qilishma? 13 metr. O'tib ketadi bu 15 million beradi. 1.13 ekan salkam obunachilar. Mana hozir 1.15 chiqsa kerak. 17 million so'mdan kam bor deyapti. 15 million so'mdan beraveramiz deyapti. Shularni. Obunachilarimiz novoslar tugab qoldi. Yana bola sigirlarni bir qator obzor qilib, xunajinlarni obzor qilamiz. Sekin qochib turamiz endi bu safar. Shaharga ham chiqishimiz kerak edi, Banisaga. O'zimiz dehqon akalarimizdan ekan, yana bola sigirlar. Yerni ko'rsatilgani ham bo'yiga to'g'ri. Yosh ekan. Otamirindan qo'yapti. 7 million kam bor ekan buni aka. 22 million. 22 qancha qilishni bermasiz? 17,5 millionga bermayapti ekan. Suti ham bor shekilli bir 10 ta, 5 ta. 5 litr suti bilan 22 million so'm kam bor ekan, 17,5 mingga bermayapti obunachilar. Bolasini novosga o'xshayapti. Bolasi xunajin ekan, obunachilar 17,5 millionga bermayapti ekan. Yosh yana bolasi ekan. Qancha qilishyapti aka yana bolani? Assalomu alaykum. Nech pul bermadingiz? Nech pulga bermadingiz aka? 18 qilishyapti. 22 narx aytyapti. 22 narx. Yana bolasi ekan. Bolasi qanaqa endi? Novoschi ekan bolasi. Suti qancha ekan? 3 oylik bo'g'oz ekan. Suti-chi suti? Suti 6 litr. 6 litr suti bilan ekan obunachilar, 3 oylik bo'g'oz ekan. Hashaka mollarimiz shunaqa ekan obunachilar.
22 million kam bor ekan, 18 qilishyapti ekan, bermayapti. Bolasidan olsa ekan. Ular bretega o'tib ketadigan o'zimiz hashaki yosh oilalar uchun. Bu yaqinda tug'ib chekdi aka. Assalomu alaykum. Bolasi qanaqa buni? Xunajimmi? Bu temir bu, hech narsa qilmayapti. Nima qilyapsan deb onasi so'rayapti. Bu bo'g'ozga ham o'xshaydi ekan, qorni ham katta ekan. O'ta semir yegan uchun, qo'ralik uchun ekanda, semizgina ekan obunachilar. Suti qancha buni aka? 7 litr, 8 litr suti bor ekan, bolasidan tashqari. Necha million narx qo'ydingiz? 23 kam bor. Qancha qilishni bermaysiz? 18,5 23 million so'm kam bor ekan, 18,5, 19 qilishyapti ekan, bermayapti ekan. Omon molga gap yo'q. Yeyish yaxshilik uchun semizgina ekan. Haliga tuqqandan keyin ozib ketadigan mollar bor, shunaqaga o'xshamayapti, to'g'ri qaranglar. Sifatan bor ekan, yemlangan ham shekilli, o'zi chiroyli qilib qo'yibdi. Buni ajinlarni olaylik, obunachilar. Mana endi sigirlarimiz kimdan ekan? Sog'ligingiz yaxshi. Ha, rahmat, o'zingizlar yaxshi. Yuring undan ko'ra o'ting aylanib. Bo'pti, xo'p. Mana egalari qani ekan endi bular? Egalari ham o'sha shekilli. Buni ajinlarni aralashtirib yubordik, ha? Urush bo'lib ketdimi, nima bo'lib ketdi? To'polon bo'lib ketdimi? Biz o'zi qatarab kelyapti bu. Bu to'planib ketdi odamlar. Nima bo'lyapti? Bozor o'lyapti dedi-yu. Kimdir bo'zayda olib chiqib ketyapti degan pulini salamasdan qaytarib sanab ber deyapti. Mana shu bo'zayimiz qancha kirdi? Mayli, urush janjalni olmay qolaylik, ro'za Ramazonda. Aka, xunachilar nech pul ekan bu? Qancha qilishdi jipiga? 9 deyapmiz. 15 beryapti. 15 beryapti, 9 million so'mdan kam bor ekan, 15 beryapti keyin ikkovsiga obunachilarim. Bir uch bo'y bilan ekan obunachilar, xunajinchalar. Sifatli xunajinlar mana. Jo'sam qor ekan. Tomonlarda bo'ngcha pastroq ekan. Ular jicha pastroq ekan, 1 metrdan bo'lsa kerak. Agar nech pul qo'yishdi jipiga? 15,5 ga bermaydi. 15,5 millionga berilmayapti. Bular 15,5 millionga berilmayapti. Molar lekin baland ekan. Endi bozor har xilda buni ikkosini 15 qilyapti ekan. Bu ikkosini 15,5 qilyapti ekan. Bermayapti ekan. Qo'shilsa beraverar ekan. Jipiga nech pul qilishyapti aka? 15,5. Narigilar bilan bir xil ekan obunachilar. Xunajinlarimiz. 1.3 bo'y bilan. Bu ham mana shunaqada. Narigilar 1.3 chiqdi, bu jicha pastroq bo'lsa kerak. Ko'rasizlar. Mashallimisiz? Ha? Ismingiz nima? Qodir Muhammad Qodir. Yoshingiz nechida? 9 Bu 10 yildan keyin ko'rim video debdimi? Bu novoslarni oldimikan? Olmadimikan? Akalar novoslar nech puldan bo'lib ketdi? Obzor qilib o'tdimmi, qo'ymadimmi akalar? O'tib ketdi. O'tib ketdimmi obzor qilib? Esimda yo'q endi obzor qilib o'tib ketibman. Xo'p, shunday shunaqa obunachilarimiz. Endi xunajin narxlariga ham yakun yasaymiz. Qo'ldan kelgancha obzor qildik, ammo chalamanchak ko'p ketdi dedi-yu. Mana so'rashyapti narxlarni mana bermayapti. Xullas bozor shunaqa avjida. Qo'l narxlarini bir qator obzor qilaylik. Qo'y narxlariga kelsak, obunachilarimiz. Har doim mana shu boladan boshlayman, o'zi biznesmen bo'laman-a. Nima bo'lyapti? Nima o'ylanib qoldingiz? Qo'ylar bo'lyaptimi, sotilyaptimi? Sotilmayaptimi? Qo'ylar ko'payib ketdi, yana bola qo'ylar. Yana bola qo'ylar nech pul bo'lib ketdi? 4 milliondan 3 million. 4 milliondan 3 million. Qo'chqar ikkosini ham bo'lasiz. Sog'likmi? Buncha qimmat aytyapsiz siz. Ona sifatli, bola sifatlimi? Qo'zlarimiz o'zini sotsangiz nech pulga berasiz o'zini? 1,5. 1,5 million, 1 million 300 ga, 1 million 100 dollarga beraverasiz ular. Ha, kam bo'lib qoladi. Ha. 1,5 million so'm kam bo'lar ekan sog'liq qo'ylarimiz. 1,5 dan ozgina o'tib berar ekan. Ammo sifati ham yaxshi ekan. O't yeyapti-da, o'tga kirib qolgan. O'tga kirib qolgan ekan. Moncha batroq ekan, buncha kichkina ekan. 1,5 million so'mdan ekan obunachilar. Turavur. Yana bola qo'ydilar.
sog'lig'i turib To'g'ri nechi puldan bo'lib ketdi yana bola? Arzon? 4 million. 4 million. Hammasini kurbochi. Bolalari sog'liq qo'ygan. Unachilar. Go'shtlar ham ro'za Ramazonda qimmatlab ketdi. 1 kilo mol go'shti 115 ming so'm. Nima deyapti? 1 kilo qo'ygacha 120 ming so'm. Nima deyapti? Shunaqa bozor deyapti. Bu bo'g'oz Makka qo'ylar. Qisqa semiz ekan buni. Nech pul so'rashdi aka bunga? 32 beryapti, 27 beryapti. 3 million 200 beryapti mana semiz qo'yimizga. Bunga 22 beryapti ekan. To'qli sog'liq dedim, shunaqa qo'ylar ekan. Ash qo'zi nech pul ekan ash qo'zi? 18 kam bor. Nima deysiz hozir? Nech pul ekan toy bolam aka? Nech pul mashi? Qo'chqarmi bu? Sog'liq. Nech pul dedingiz? Ey uka. Nech pul dedingiz? Juda qimmat so'rayapti. 1 million 800 kam bor. 1 million 800 kam bor ekan, sog'liq qo'yimiz. O'tela qimmat u. O'na bolani o'yda olganim 1,5 million so'm kam bor dedi. Ular arzon joyini istasanglar bozorda topasizlar. Ha, deyna bola qo'ylar. Hammasi u katta-katta qo'ylar ekan, uzun-uzun. Nech puldan ketdi yana bola qo'y aka? yana bola qo'ylar 5,5 million. 5,5 million. Zo'rlar, semizlar ha? 2-3 ta tuqqanlar semizlar. Mash qo'zini nech pulga berasiz o'zini agar nima qilsak? Yosh qo'zini o'zini 1 million 700 ming. Qo'chqar sog'lim bu. Sog'liq. Sog'liq ha? 1 million 700 ming, 1 million 600 pullar 1,5 million atrofida berar ekan. Yana bola qo'ylarimiz shunaqa narxlarda bo'lib ketdi obunachilar. Obunachilar qimmat joydan so'ramaylik, arzon joydan so'raylik a. Dehqonlardan dedi. Qancharoq qo'ymaydi yana. 3,5 ga ham bermayapti yana bola qo'ylarimiz. Hali bo'g'oz olib olgandan ko'ra naqi yaxshida, baribir to'g'rimi? Bolasi qo'chqarmi aka? Ancha qimmat ekan, 3,5 million so'm. Bu qo'ylarni nech pul olib ketdi u semiz qo'ylar? Semiz qo'ylar 3,5 dan. Bular qanaqa qisirmi bo'g'ozmi aka bu? Qisir qo'ylarimiz 3,5 million so'mdan ekan, semizlari mana. Sifatiga qaranglar. Nech puldan bermaysiz aka? 31, 31,5, 32. 3 million 100, 3 million 200 dan sog'liq qo'ylarimiz bermayapti ekan, semiz. Ko'rasizlar. 99 ekan. 100 0038. Akamizga aloqa chiqarasizlar, shunaqa semiz qo'ylardan kerak bo'lsa, yana ham arzonlashtirib beradi. Qo'yaman degan. O'sha. 1,5 beryapti. Yana bo'la qo'y. 5 millionga bermas. Ikkosi ham qo'chqarmi? Ikkosi ham qo'chqar ekan, mana qo'yimiz egiz tuqqan ekan, 5 millionga bermayapti obunachilar. Qo'shilsa berib olar ekan, xudo xolasa mana. Obunachilar 5 million 300 ga beraman deyapti. Baraka qilib deyapti. Ikkov bolasi ham qo'chqar ekan, onasi ham sifatli qo'ylar ekan. Obunachilar yosh qo'zilarimiz. Yosh hali yetim qo'zi so'raganlar, yakka qo'y so'raganlar, kam obunachilar hammasi ena bola qo'yib ketdi bu yerda. Qo'ldan kelgancha arzon qilaveramiz endi mana qo'ydi qaranglar, oyog'i uzun ekan a. Bu nech pul qildi bu qo'chqarimiz aka? 29, 2 million 900 ga bermayapti. Oyoq uzun ekan, oyoq qo'li. Oyoq qo'li uzun ekan. O'zi ham bor ekan sifat. 2 million 900 ga bermayapti qo'chqarimizga. So'ramga modammi? Qo'chqarlar sifatlari mana. Aytingda sizlarni ko'raman. Yo'q. Nech puldan olib ketdi aka? Ko'rdim, ro'yxatda. Qanchadan qilishni bermadi? Ha, u qo'ylarni olyapman. 4 million so'mdan baho aytyapti ekan. Jullarni olib chiroyli qilib qo'yibdi. Aldov yo'q dedik, ko'rinishda sifatda ekan baho. Olib sotsam boshqa. Nech pulga berdi? Bermayapsiz, tog'a bular. 32, 33 dan. 3 million 200, 3 million 300 qilishyapti ekan, bermayapti ekan. Ona sifati ham chupki ekan. Qo'ylar qaranglar. Obunachilarimiz qo'ldan kelgancha arzor qildik. Xudo xolasa erta Xo'jobod hayvon bozoridan yana ham ko'proq videolarni qilamiz sizlar uchun. Sog'lik salomatlikda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, borilarga shukr. Nasib bo'lsa, chiroyli videolarni qilishda davom etamiz. Borilarga shukr obunachilar. Sizlar bilan Bahromjon bo'ldi. Havo harorati ham sovuq. Keyingi jumada ko'rishguncha Jalaqudi hayvon bozorida. Borilarga shukr.